Assalamu alaykum, hörmətli qeyrindaşlar, vətəndaşlar. Barlığınlarını uluq Roza Ramazan iyi bilen çin jürgümdün təbrikləyimi. Hər kimnin ailesiga Allah'ın nuru yaxsın. Həmmimiz bəxtlik bolaylı. Mana bunu ağır paytlarda bizning san'atkorlarimiz özlərinin yaxşı ko'rgan naqshlarını, she'rlarini, ham sozlarini yo'llab xalqimizning ko'nglini evatıdı. San'atkorlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hem şu kasbdoshlarım qatorida menmu birlikda ulug' san'atkor Qozog'iston Cumhuriyeti xizmat ko'rsatgan artistka Rehangul Mahberova onamizning she'risini o'qib bermoqchiman. Teatr. Ba'zilar teatrni tashla deydi. Pul topgan foydaliq ish boshla deydi. Qiynalganda has-has bo'lib tashlay deyman. Pul topay, o'chum tashlay deyman. Va do'stlar, ketay desam, qiyolmayman. Chunki men teatrsiz turamayman. Bir ömür bilib bo'lgan sirdishimdek vafosizlik do'zaxga tashlamayman. Kulib chiqsam sahniga o'ylamayman. Bu bolaning derdi yo'q, baxtlikdir. Chiqirmab xonimni sahnada men o'ylayman. Baxtsizlik vaqtliqdir. O'ylasam tanlabdi men chig'ir yo'lni. Pul az, mehnat ko'p, ig'ir yo'q. Lekin men ichinmayman, pushaymonman. Teatr muqaddasdir, bo'lak o'rni. Sahnaning guli bo'lsam, armon bor. Sahnam bo'ldi mungdushum, sevgan yorim. Agar ajal payti kelsa men so'ratdim. Sahnam bilan xo'shlashib fursat bormi? Fursat bor. Xo'shlashib ol desa menga kasbdosh do'stlarimni quchoq edi. Ha ondan yugurib chiqib sahnamga men birer roldan monolog o'qar edi. Ondan armonsiz o'lar edi. Chunki men maqsadimga yetar edim. Teatr sana degan ishqitorimni o'zim bilan birga elib ketar edim.